Bugun ko'pchilikni hayotiga guvoh bo'layotgan narsalarimiz nima? Mansabdan ketsa, yo bir boshiga bir qiyinchilik tushsa, yoki bir bo'yniga bir og'irlik tushsa, yoki bo'yniga bir qarz tushsa, darrov o'zini joniga qasd qilyapti. Bu holatlar bugungi kunda ko'payib borayotganligini biz guvohi bo'lyapmiz. Albatta, shu dunyodan xalos bo'lishligi mumkin. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar, kim qaysi bir ish bilan o'zini o'ldirgan bo'lsa, qiyomatda do'zaxda ham mana shu azob bilan azoblanadi. Mana shuning uchun bugun farzandlarimizni, o'zlarimizni mana shu shukuhida tarbiyalamog'imiz. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Mi'rojga chiqqanlarida bir odamni ko'rdilar, tog'ni uchiga chiqardi, o'zini tog'dan tashlardi. Tilka pog'ra bo'lib ketardi. Yana Alloh unga jon berardi, yana amallab tog'ni ustiga chiqardi, yana tog'ni uchidan o'zini tashlardi. Shunda Jabroil alayhissalomdan so'radilar: "Ey Jabroil, bu kim?" Jabroil alayhissalom aytdilar: "Dunyoda o'zini mana shunday o'ldirgan odam. Tog'ni ustiga chiqib, o'zini tog'ni ustidan tashlab yuborgan odam. Demak, o'zini mana shu ish bilan o'ldirdi, endi qiyomatgacha va qiyomatda ham mana shu azobni chekaveradi." Shuning uchun bugun bizni besabrligimiz yechim emas. Yechim nimada? Yechim dinda. Yechim sabrda. Alloh taolo Qur'onda aytayapti. Musibat keldimi sizga? Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deng. Har bir narsa Allohdan, qaytishlik ham Allohgadir deng. Sabr qiling, namoz o'qing.